Olsam, duolar bilan kuzating meni. Ko'z yosh emas, Qur'on o'qib eslang meni. Yuragimda yashagan armonlarimni rahmat deb, mehr bilan so'zlang meni. Olsam, qabrimga gul olib kelmanglar. Bir oyat tilovat qilsangiz yetar. Dunyoda qiynalib yurgan kunlarim Rabbim huzurida topsinlar samar. Olsam, boshim uzra chinorlar o'ssin, shoxlarida bulbul nolalar qilsin. Men aytolmay ketgan barcha so'zlarim tong shamoli bo'lib dillarga yetsin. Olsam, farzandlarim boshimga kelsin, ota deb bir bora duo qilib tursin. Bu foniy dunyoda qolgan izlarim yaxshilik bo'lib hamon yashab yursin. Olsam, yozmang mening boyligim haqida, yozing sabr bilan o'tganimni siz. Chunki bu dunyodan ketayotganda faqat amal bo'laring yaqin hamrohimiz. Olsam, do'stlarim ham yo'qlab turinglar, bir fotiha bilan eslab qo'yinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, shunday mehr bilan duo qilinglar. Olsam, qabr toshga shuni yozdiring: bir musofir edi, qaytdi manzilga. Yaxshi nom qoldirish orzu bo'lganin topshirib ketdi u avlod va elga. Olsam, janozamda ko'p so'z aytmanglar. Kamchiligim yopib haqqimga duo. Rabbim rahmatiga olsin barchamizni. Oxir manzilimiz uning dargohida. Muallif Hasanjon Boybo'boyev.